Sushini sevadigan sushixo'r qiziljonlar, shu yerdan sizlar yaqinroq kelinglar. Men sizlarga uy sharoitida juda ham ko'p chiqadigan barakali sushini tayyorlashni o'rgataman. Bu videoda o'zim ham birinchi marta tayyorlab ko'ryapman. Qani bir o'xshaydimi, o'xshamaydimi deb tavakkal qilib boshladim. Mahsulotlarni ketma-ketligidan video davomida ketib o'raman. Sizlar tomosha qilib ko'rib, bitta tayyorlab ko'rsanglar o'zi yetadi. Oldindan pishirilgan guruchimiz uchun uksus tayyorlab olamiz. Shakar, tuz va guruchli sirkani qo'shib birov aralashtiramiz va pishirilgan guruchimizdan quyamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Bu yoqdan dam olib turadi. Biz bodringni faqatgina chetlarini kesib olamiz. Yumshoq joylari kerak emas qizlar. Videoda ko'rsatilgandek qilib uzun-uzun yupqa qilib kesib olamiz. Tovuq filesini duxovkada pishirib oldim. Oldingi postlarimda buni souslarini qanaqa pishirilishini o'rgatgandim. Tvorojniy sirni qopchaga solib olamiz va nori barglarini ham tayyorlaymiz. 120 grammdan guruchni o'lchab oldim. Nori barglarini ustiga guruchlarimizni bir tekisda yoyib olamiz va tvorojniy sirimizni qopchadan siqib chiqaramiz. Tovuq filesini taxlaymiz, ustidan bodringni terib chiqamiz. Qizlar, ish jarayonida qo'llarimizni suvlab ish qilamiz. Oxirgi nori bargini tagidan nomiga ho'llab olamiz. Va videoda ko'rib turganingizdek qilib maxsus nasatka yordamida shunaqa o'rab chiqamiz. Qizlar, bu video jarayonida mana birinchi marotaba o'rab ko'rdim. Birinchi, ikkinchi, uchinchilardan juda ham ideal bo'lib chiqadi. Birinchisida ozgina qiynalishingiz mumkin. Keyingi men o'rashlarim, jarayonlarim juda ham tezlashdi va juda ham chiroyli bo'lib chiqdi va oxirgi jarayonlarim, mahsulotlarim juda ham barakali bo'lib ketdi va dobri, ya'ni nachinkalarini ham quyuqqina qilib solib chiqdim. Mana videoda yana bir bor ko'rsatib o'tdim qanaqa qilinishlarini va sizlar ham yaxshilab o'rganib olinglar. Ortiqcha chetlardan chiqib qolganlarini ham chetlaridan yaxshilab qo'lim bilan ishlab berib yubordim. Uy sharoitida qilingan sushilar baribir boshqacha bo'lar ekan, barakali bo'lar ekan. Naq 10 ta sushilarimiz tayyor bo'ldi. Xohishingizga qarab qiziljonlar, katta kichkina ideyalaringizga qarab kesib olasizlar. 8 ta 10 ta kusokka bo'lishingiz ham mumkin qizlar. Pichog'imiz o'tkir bo'lishi kerak. Har kesganimizda pichog'i artib kesamiz. Shunda ideal bo'lib kesiladi. Kesib olgan sushilarimizni endi pergament qo'yilgan listga terib chiqamiz. Ustidagi shapichkasi, ya'ni zapechonkasini tayyorlaymiz. Mayonezga mozzarella sirini torkadan chiqaramiz va sedani sepib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'layotgan sushilarimiz ustiga shapichka qilib, kichkina qoshiq yordamida qo'yib chiqamiz. Qizib turgan pechimizni faqatgina tepa qismini yoqib 10 daqiqa qo'yamiz. Qarabsizki, juda ham sochni zapechonniy sushilarimiz tayyor bo'ladi. Qolgan yarim sushilarimiz oddiy sushi qildim, yarimini zapechonkali bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga albatta yoqadi, barakali. Uy sharoitiga yetmas ekan baribir qiziljonlar. Sizlardan yurakchalaringizni kutib qolaman.